Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi dermatokosmetologiyadagi sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotim oxirgi 3 yil, 4 yil ichida dermatokosmetologiyada ko'p ishlatilayotgan, kundan kunga shahrimizda klinikalarda paydo bo'lib borayotgan apparat kojniy analizatorlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchi edim. Ushbu analizatorlar haqiqatdan dermatologni, kosmetologni ishini ancha osonlashtiryapti. Sababi ushbu analizatorda bir qancha funksiyalari bor. Bular bizga bemorga diagnoz qo'yishimizda, bemorga davo choralarini qilishimizda bizga ancha yengilliklar beryapti. Biz o'zimiz klinikamizda turgan analizator bu MaxView Koreya mahsuloti. Ushbu apparatni funksiyalari, nima vazifalar bajaradi, diagnoz qo'yib bera oladimi, qanchalik bizga kerak, shu haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Ushbu apparatimizni asosiy vazifasi yuz sohasini analiz qilib, sun'iy intellekt yordamida, bundan tashqari o'sha terini holatini diagnostika qilib, bizga terini parametrlarini haqida ma'lumot berish. Teri analizatorlari to'liq ma'lumot beryapti. Ya'ni nimalarni bizga taqdim qila oladi ushbu apparat. Ushbu analizatorimizni xususiyatlari bor, o'ziga xos. Ya'ni birinchi navbatda bemorni yuzidagi yallig'lanish holatini, qizarishlar holatini aniqlaydi. Uni darajasini aniqlab beradi va qaysi kasalliklarda shunaqa holat bo'lishi mumkinligini bizga keltirib beradi. Bundan tashqari bu apparatda biz ajinlarning holati, bemorning terisini yoshi, unga qanaqa protseduralar qilish mumkinligi, ajinlarning chuqurligi, husnbuzarlarning soni, husnbuzarlar nimadan kelib chiqqanligini aniqlab bera oladi. Bundan tashqari har xil dog'lar masalasida bizga yaxshi yordam beradi. Dog'larning chuqurligi, dog'larning obyomi, qanaqa protseduralarda bu yaxshi natija berishi, kelib chiqish sabablari haqida qisqacha ma'lumot bera oladi. Bundan tashqari ushbu apparatimizda bitta yaxshi xususiyati bor. Chandiqlarning sonini, chandiqlarning chuqurligini yaxshi aniqlab beradi. Bu bizga shlifovkada juda yaxshi natija beradi. Va shunga qarab biz o'sha bemordagi chandiqni protseduradan oldingi, protseduradan keyingi dinamikadagi holatlarini albatta kuzatib borsak bo'ladi. Bitta yaxshi kosmetologlar uchun bitta yaxshi bo'lgan bitta nimasi, funksiyalaridan bittasi bu masalan terin tonini aniqlab beradi. Bunga qarab biz bunga o'sha tonerlar, kremlar, uходовый kosmetika tanlab bersak bo'ladi. Bu apparat bizga o'sha asnovasida nimalari bor bo'lgan kremlarni berish haqida taklif beradi va дальнейший bu narsani analiz qilish, buni tahlil qilish, buni bemorga taqdim qilish baribir shifokor, kosmetologni bo'ynida qoladi. To есть bu analizator bizga diagnoz qo'yib bermaydi, balki simptomlarini beradi va simptomlarimiz birlashmasidan biz sizga kasallikni keltirib chiqarib berishimiz mumkin. Va bu analizator yordamida men shaxsan o'zim nimada foydalanaman? Husnbuzar darajasini aniqlashda, dog'ni darajasini aniqlashda, chuqurligini aniqlashda, o'sha husnbuzarlardan keyin qolgan chandiqlarning chuqurligini aniqlashda, qanchalik shlifovkani qay darajada qilish kerakligini, qaysi o'sha turini qilish kerakligi, shu holatlarni aniqlashda juda katta menga natijalar beradi va dinamikada bemorni kuzatish imkoniyatini, bazada o'sha informatsiyalarni saqlash imkoniyatini beradi. Shuning uchun men bu apparatdan foydalanaman. Ushbu apparatda qilingan davo choralari effektivniroq, chunki biz uni detalni ko'rib, detalni aniqlashimiz mumkin. Qay darajada bizni berayotgan davo choralarimiz natija beryapti. Ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, albatta like bosinglar. Kommentariyalarda fikrlaringizni yozinglar va podpiska bo'lishni taklif qilgan bo'laman.